Həmmanlarning müşat xayrlik bo'lsin. Men ana süt yetakchisi Xosiyat muallim bo'laman. Bugun ko'pchilikka apa ham qo'shimcha darsligimizning birinchi mazmuni buvoqlarga asl tam go'rish bo'lmoq tayyorlash darsligini so'zlab o'taman. Buvoqlarga tunji qatim qo'shimcha bergan vaqtda tarkibida temir moddasi yo'q bo'lgan asl tamlik go'rish bo'lmoq beramiz. Bergan vaqtda ozdan ko'pga, suyuqdan quyuqqa qarab beramiz. Odatda buvoqlarga bulmaq tashib bergan suvning temperaturasi 55 Selsiy gradusdan 60 Selsiy gradusgacha bo'lishi kerak. Bu vaqtlarga dastlabki qo'shimcha bergan vaqtimizda 1ning nisbati 10 ga tashib turib bulmaq berishimiz kerak. Bu degan nima degan gap desanglar, masalan, buvoqlarning parashu qo'shig'iniki bir qo'shig'ini 5 gram desak, unda 5 gram bulmaqqa 50 ml ilman qaynoq suv qo'yib tashib beramiz. Mana biz 55 Selsiy gradusdagi ilman qaynoq suvdan 50 ml tayyorladik. Mana buni balimizningki bulmaq qachisiga quyib olamiz. Balimizga berilgan asl tam go'sht bulmoqdan dastlab qo'shimcha bergan vaqtda faqat 5 gram, ya'ni sut parashugining qo'shig'ida bir qo'shiqlar tashab beramiz. Bulmoqni qachiq tayyorlagan ilman qaynoq suvning ustiga qo'yamiz. Balimizningki bulmoq qachisiga tayyorlagan ilman qaynoq suv bilan bulmoqningki o'zaro birikib olishiga biz 5 sekunddan 10 sekundgacha vaqt beramiz. Bulmoq bilan ilman qaynoq suv tashli aralashgan buvoqimizning tunji uzuqligi bo'lgan, tarkibida temir moddasi yuqori bo'lgan go'rish bulmoq tayyor bo'ldi.